ukasi o'zlarini rachkasi deb biladi. Mas'uliyatli bo'lish kerak bo'lgan joylarda mas'uliyatsizlik qiladi doim. O'shaning uchun men bir o'rnini ko'rsatib qo'yay dedim. Bilasizlarmi, Hasan F dedim, keyin Hoji aka dedim. O'sha odamlar bittada svязga chiqdi-da. Kerak bo'lsa ancha-muncha narsani nima deydi, O'zbekistonda turnir o'tkazish kerak edi bular. O'sha narsalarni qiynab qo'ydi ozgina. Assalomu alaykum. Baykot aktogon. Baykotmi boshqami bilmadim. U har bitta kommentida Odilxon deb yozib qo'ysanglar zo'r bo'lardi. Juda keldi. Qani? Hozir. Salom. Assalomu alaykum. Alayhissalom. Endi bo'ldi, endi Odilxon urushlar biznesga o'tib ketdi. Время покажет. Время покажет и накажет. O'z yaxshimisiz aka? Rahmat, nimaga? Nima bo'lyapti endi temalar? Mendan yaxshi bilsangiz kerak o'zi aka, aytib berdim hammasini. Yo, endi u yog'i nima bo'lyapti oxiri? Oxirimi? Oxiri men kimligini ayta olmayman. O'zi uchun sezsam kerak. Men shu sport ichidagi odam. Aka dedim, men mana shu ligaga o'tmoqchiman. Nima gap o'zi desam, uka Aktagon bilan hozir kontrakting qanaqa dedi. 4 ta jangga hali kontraktim bor desam, meni o'tasan boshqa ligaga dedi. Sen Aktagonni birinchi marta ko'ryapsanmi dedi. Qarachi aytib berdi bitta voqeani, bitta o'zbek bola oxirgi jangida $150 olgan ekanda. Uay Warriors'dan yaxshi kontrakt, keyin o'shanda nargi Nayzaga borib turib ushganda Aktagon sudga berib yuborgan ekan Nayzani. O'shandan keyin bularning orasi buzilib ketgan ekan, tushunyapsizmi? O'shaning uchun hech qaysi ligaga o'tishda yo ular seni qo'yib yuborish kerak dedi. Sen Glani zvezdasisan, hech qanaqasiga seni qo'yib yubormaydi. Boshqa joyda urushtirmaydi ham. Qozog'istondan boshqa joyda urushing sal qiyinroq bo'ladi odil deb tushuntirdi. Keyin Aktagon ligada men hurmat qilgan odam bor. Misol bitta ikkitasi bilan men yaxshi bo'lmasam, misol yaxshi hurmat qilgan odamlarim bor. Bitta ikkitasi Odilxon sud bo'lyapti dedi. Agar ana shu senga ugroza qilgan, senga o'sha qichiq qilgan videoda anaqada kamerada ko'tarilib, o'sha bola agar haqiqatda aniq bo'ladigan bo'lsa, uzr so'rab, o'shida uzr so'rab chiqadi. Kerak bo'lsa O'zbekistonga boradi. Men senga va'da beraman dedi. Men bitta hurmat qilgan odam bor. Bo'lmasa ras hurmat qilayotgan bo'lsa, seni nega bular bo'lmasa bunaqa sen bilan tochka qo'ymoqchi bo'lsa, yaxshi tarafga o'zgartirmoqchi bo'lsa, nega bo'lmasa seni vinovat qilyapti, bular tushunmayman. Bular emas, bitta sulton asnonoy. Bilasizmi? U sulton hech kim emas. U sultonga gaz berilmasa, Kamilga nima bo'ldi? Men unaqa bo'lamasdi-yu, Kamil. Yana o'zgarib oldimi? Unaqa bo'lamas. Kudis Kamilni mendan yaxshi bilasiz. Aka qanaqa bo'ladi? Endi qanaqa unaqa bo'lamas, o'zgardi deb o'ylovdim men oxirgi marta gaplashganimda. 40 ga kirib o'zgaradimi? Siz 40 ga kirib endi mandir o'zgartirdingizmi aka? Misol uchun deylik. Men 40 yoshimgacha ancha o'zgarganman, ukam. Vot o'shaning uchun endi mana 40 ga kirdingiz deylik. Sразу fe'l-atvoriz, yashash tarzingizni o'zgartirmaysiz-ku. Shunga o'xshab u qon bilan kirgan narsa jon bilan chiqar ekanda aka. Men noto'g'ri bo'lmasam deb o'ylamayman. Kamil bunaqa qilib kelib turib birinchi PR deyapti, keyin unaqa deyapti, shunga tushuna olmadim-da. Birinchi gapida nima dedi-ku, vrodi kelostru dedi. To'g'rimi? Keyin endi PR dedi. O'shanga hayron bo'ldim. Ya'ni odamlar zablujeniya qilmoqchi bo'lib. Mana bunaqa bo'ldi aka. Shuni ana videoni ko'rdimda, to'xtar chiqargan videoni billa dedim, Kamil turgan ekan bu yerda, hech kim uni talpa qilmadi dedi-da. Keyin billa dedim, misol
Kamil bilan juda yaqinman-da, qanaqa yaqinligim? Yaqin edim kechaga kungacha. Keyin Kamil telefon qildi WhatsAppdan. Shunday telefon qilganda dinna hududimda o'chirib qo'ydimda, yonimda akaga, aka hozir yana telefon qiladi, men buni bilaman. Davay videoni yoq dedim. Eshityapsizmi? Videoni yoqdi. Menga qaradi dedim, sen erkakmisan dedim. Nimasan? Bo'lgan voqeani yashirib turib buni deyapsan desam, yo'q dedi. Oktagon liga meni gaplarimni qirqib tashadi degan gaplarini shunda men videoga oldirtirdimda qo'yib yubordim. U yerda mana 2 xil ketdi. Uchinchisi bu yerga kelib turib, unga gaz bo'lganmi yoki ana ishlarni bostirib yuborish uchun ham anaqa deganda, to'xta, nima deydi, hozir seriozlashib ketmasin. O'zbekistonlik akalar ko'pchiligi svязga chiqib muammo bo'lib ketmasin deb PR'da shou edi deb qo'ya qoldi. Foyda. Endi menimcha unga endi u Oktagonda kontrakt tikadi. Hardom Oktagon aytganini qilgan. O'tkazavor ham shunaqa dedi-ku. Menimcha Oktagon aytgan, unga iltimos qilgan, shuning uchun bo'lgan. Mayli nima bo'lsa ham qara, o'zingga vidniy, o'zi birinchi marta emas bu narsalar. Juda ko'p bo'ladi, juda ko'p. O'shaning uchun kontrakt bilan boylab qo'ygan. Boshqa joyga ushtirishga ham qo'ymaydi. Men oxirigacha agar Oktagonda ushlayman deb tirashadigan bo'lsam, yo O'zbekiston kontraktini men hal qildim, 5 ta jangimda 4 ta jang edi. Undan keyin yengiladingmi kontrakt? Oxirgi bo'yda yangi kontrakt jo'natdi-ku 5 ta. Ana Tayson bilan jangda bitta qoldi-ku. Ha. O'sha 5-inchimida, bo'ldi. O'sha 5-inchida bitta qolgandi. Tayson bilan bo'ydan keyin anaqa qoldik. Hangama qoldik, orada ozgina svязь bo'lmay qoldi-ku, internetimiz ishlamay qoldi. O'sha internet ishlamay qoldi. Ha, interneti. Ya, siz internetingiz Dubayda yaxshi bo'lmay qoldi-ki. Ha. Dubayda internet chotki просто xohlamagandir-da internet ishlashi. Bo'lishi mumkin. Mayli, nima endi bor bo'lsa ham qari, yosh bolamassan, o'zing bilasan. Vaziyatingga qarab degan. Men xursandman, O'zbekistonda juda ham ko'pchilik chiqdi. Men nima menga tiqib qoldi, nima bunaqa ish bo'ldi deb turib 2 kun siqildimda. Keyin oxiri bugun yaxshilab o'ylab qarasam, men bir o'zim boshqa mamlakatga boryapman. Ular shakallik qilyapti. Tarixdan mana shunaqa narsalar bo'lib kelgan. Naborot mana shuncha o'zbek millati qo'llab-quvvatlab, kerak bo'lsa o'sha Qozog'istondan, bizdan unaqa tiqib qoladigan bola chiqish kerak emas deb u tarafdagilar ham qo'llayapti. O'shalar uchun ham chiroyli natijalarga yana harakat qilishim kerak deb o'zimga o'zim maqsad qo'ydim-da. Ishingiz ko'pmi deyman aka? Sen uka, men seni eshitdim, tushundim, nima demoqchi? Uydagilar shu yerda hamma, bolalarim ham kelyapti. O'shaning uchun nima demoqchiman? Mayli qara, bu boshingdan o'tdi bu narsa bir marta, ikkinchi marta yana plastinka aylanadigan bo'lsa, o'shanga qarab ish qilganda. Yana o'zing bilasan uka. Bari maslahat bilan bo'ladi, xudo xolisa. Men hamma tarafni eshitib, keyin to'g'ri kelinadigan variant qilinadi aka. Misol Oktagon mabodo chiqamiz, yo Odil sensiz bo'lmaydi. Bu yoq degan taqdirda ham shoshma. Men orqamdan mana Nursulton Ro'ziboyevlar chiqdi. Men hozir mayta Dilshod akam chiqyapti. Men hozir bularga kursga qo'ymasdan, bularning oldidan chiqmasdan o'zimni bilganimni qiladigan bo'lsam, ertaga bu odamlar meni orqamdan chiqmaydi. Men yuziga oyoq qo'ygan bo'laman. Davay, men shu Dilshod akaga, Nursulton Ro'ziboyevlarga, mana shularga chiqasan, o'sha kattalarning oldidan o'tasanlar, undan keyin ko'ramiz degan hangama bo'ladi. Liboy joy. Menimcha eng zo'r yo'li o'sha MMA, biz O'zbekistonda MMA nimasi bor, prezidentlari bor. O'shalar bilan, bolalar bilan o'shalar o'tirib gaplashgani yaxshiroq, hammasi o'tirib. Men nima gapirdim? Men sirazi videoda anaqa qilganim, misol uchun ular O'zbekistonda turnir qilmoqchi, boshqa qilmoqchi. Men qarshi emasman, yo nimadir oyog'ini boylayotgan tarafim yo'q. O'sha 3-marta, 4-marta bo'lib ketdi-da, boya menga svязga chiqqan o'sha Oktagonda odamiga ham aytdim. Nega dedim, Sulton chiqmayapti, Timurjon chiqmayapti yoki Das chiqmayapti menga. Siz chiqyapsiz, sizni hurmat qilganim uchunmi hammasi? Ular chiqsin menga svязga deb aytdim-da. Men O'zbekistonda
Endi mana haba bo'lib qolgan endi o'tgan safar sana deb, no Atak Timur bilan dialog qilsa bo'ladi bu situatsiyada. O'tgan safargi situatsiyada ham eslasang Timurni o'zi aralashtirib to'xtatib, anu kelib uzr so'ragan-ku. Eslasang. Endi Timur Mojat endi baribir Oktagonni xo'jayini endi pastga kelmayaptimi bilmadim endi. Menimcha endi buni ko'rish kerak-da. Farqlarchi, Farruh Parvizlarchi ular yo'qmi? Farruh aka faqat komment yozyapti. Oktagonda chiqargan postlariga men haqimda 100% deb komment yozib qo'yapti Farruh aka faqat. Farruh aka assalomu alaykum. Abdumo'minov. Anaqa Parviz aka esa anaqada Umrada. Men Farruh akadan kutdim. Nima gap Odil? Tinchlikmi ukajon? Farruh aka anaqa Parviz akang kelsin, yopamiz temani deb. O'zbekistonda Oktagonni представительlaridan bilmadim nima bo'lyapti deb anaqa yozdi, Parviz aka yozdi. Endi Umrada u inson men bevosita qilib kelmadi uni. To'g'risi, bizni ham yetkizsin. Mayli, endi Xudo xolisa ertaga kelib qolsa, Farruh ham Rodi yomon bola emas, endi Farruh partnyor ko'li bilan endi baribir ular bilan birlar-da ular. Men oilaman-ku, men misol uchun borimi berdim. Ya men uni ishini, например, erki bilan qilgan ishi men to'g'ri deb bilmayman. Senga qo'l ko'tarishni o'zi noto'g'ri. Qo'yin birinchidan baribir вообще hech qatda hurmat qilinmaydi. Bu situatsiya u gaplashtirayotganda qo'l ko'tarib qolish. U juda ham xunuk narsa. Endi bu narsalarning nomi bor o'ziga yarasha. Просто aytmoqchi bo'lganim, endi Farruhlar kelsa o'sha MMA представительlari bilan gaplashib, hammani yig'ib turib bartochga qo'yishing kerak. Boshqa ligaga o'tadigan bo'lsang, ular chiqib turib ular bilan gaplashib, kontraktni просто расторгнуть qilish kerak. Boshqa ligada urishing kerak shu. Yo bo'lmasa vaziyatingga qara. Kontraktni bular отказ qilmasa men ushmay ham qo'yib qolaman. O'zbekistonda baribir MMA turnirlari o'tkaziladi. O'zbekistonda ushishim mumkin. Unaqa jelaniya ham yo'q. Jelaniya bo'lganda shu paytgacha trenirovka qilib, shu paytgacha qo'pol qilib yorib o'rgan bo'lardim. Jelaniya yo'q. Agar ras shunchalik qo'ymayotgan bo'lsa, atak men hozir atak svязda bo'lib turgan hozirgi ligam bilan ham men gaplashaman. Bo'ladimi, yo'qmi? Nima gap, cho'kchimi? Bu vaqt ko'rsatadi. Hech bir gaplashishni yo'q. Mayli, agar vaziyat chiqara, sen tarafga ozgina shak qilsa, sen ham ozgina shak qilgan. Agar shak qilmasa, qanday hech shundoq atvet qilaver, boshqa iloji yo'q. Endi baribir Oktagonmi ozmi ko'pmi sababchi bo'lgansan, bu liga ham o'zidan o'zi emas, sen ham katta hissa qo'shgansan, uni hamma biladi. Mayli, men ham shuncha odamlar podдержка qilishiga, shuncha kuzatuvchilar bo'lishiga Oktagon ham katta sababchi bo'ldi. Bir-birimizga sabab bo'ldik. Lekin boya aytdingiz-ku, katta rahbar bo'lgani uchun chiqmayapti Timurjon, u bu deb. O'sha mana Farruh aka ham shu yerda qarab o'tiribdi. Oxirgi situatsiyalarda ham aytgandi-da, ya uka, bu safar unaqa bo'lmaydi. Hammasiga mas'uliyat bilan bo'ladi, bir-birimizni tushunamiz deb. O'sha 100 chidamasa kerak menimcha. Sultan telefon qilsa ham aytaman, "Ha, Sultan" deyman. Nima bo'ldi? Qaysi yuz bilan menga telefon qilyapsan sen deb. O'shalarni o'ylab, o'zini oqlayapti bu situatsiyada. Endi Farruh akalaring ham katta bola bo'lib qoldi. Yoshligida ukalarim edi. Aytsam gapimga kirardi. Hozir endi katta biznesmen bo'lib ketishgan ular. O'zlarining fikri o'zi nima narsa bor. Shuning uchun sen bu narsalarga aloqama, ukam bularni ko'rdi. Например, Pasha ham kelganda ham Pasha ham so'z berdi, boshqa bu narsalar bo'lmaydi. Bo'ldi, kontrol hammasi shotki bo'ladi deb. Men bilmadim, men to'g'risi aytsam bor-ku, hayronman. Qilib uzr ham so'ramadim erki bo'ladi. Yo'q, u haqiqat. U между собой oramizdagi narsamish. Uni mayli u bilan tiqishib qolib turib o'sha yerda, aka, u bilan tiqishib qolib turib, u bilan o'sha yerda razbor bo'lsa ham mayli, ana axrana bo'ladi, men aralashadi. Shahar bedarozami shunchalik? Shunaqa odamlar chiqdi. Gap unda emas. Baribir u hop между собой narsani nega между собой hal qilmadi, обществоga ko'rsatdi, nima videoni chiqardi bo'lmasa. Ular shunaqa между собой ekan. Ikkaloyni o'rtanda ekan. Kamil aytayapti-ki, Sartif chiqdi, Sartifni so'kib tashladi. Oktagondagilar chiqqanda baringa pashol deb turib o'sha yerda hammani so'kib tep tashladi erki bular, hayron qoldim deb aytgan gaplari bor-da menda. Ya endi bo'lishi mumkin, u ham endi bilasan-ku, o'ziga yarasha aktyor hozir Qozog'istonda oldi nimalaridan, oldilaridan mana bu
taniqli o'ziga endi o'zicha erkatoy ham erkaligini qilganda endi ularga ham например ko'rsatgan yonni olyapsanlarmi yo bilasan-ku nuqul qiladi keyin o'zi o'tirib olib turib kelib turib uzr tochka qo'yadi. Menimcha sen bilan vопросы bo'lganda ko'rishganda buni videoga olish shart emas edi. Rost sen bilan o'zingni temen bo'lsa. Kamilga keladigan bo'lsa, Kamil bilmadim endi hayron qoldirdi bu bola meni. Lekin aqlli bola deb bilaman, lekin bu situatsiyada bunaqa har xil gap so'z gapirishi to'g'ri emas deb bilaman. Yana o'zi biladi. Endi baribir 2-3 kun oldin borishingdan oldin video qo'yyapsanlar, o'rtoq bo'lib ketyapsanlar, bitta samolyotda ketyapsanlar. Unaqa qilib vaziyatga qarab o'zgarib olish bu yaxshi narsa emas-da. Bu narsalarni boylab berib qo'ymagan. Kamilla ham qancha umri qoldi qolsa Oktagon ligida? 1-2 yilda bo'lsa. Nabirim. U tushunmay qoldi, kimga yon bosayin ekan, nima qilayin ekan deb tushunmay qoldi. To'xtardan ko'proq foydami menga, Odildan foydami deb qoldi. Keyin To'xtardan bitta gaz emas, Oktagondan degan To'xtar vashi. Bu To'xtar emas, o'zi agar To'xtardan foyda bo'lganda u senga videoda bu gapni gapirmasdi-ku, birinchi gapini. Keyin o'zi boshqacha gap gapiryapti, ko'rsan. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham samый главный yana bir marta aytaman, bu Nejdu nasionalniy ro'zniga olib kelish kerak emas. Endi kimnidir bitta odam yomon bo'lsa, bu hech xalq yomon degani emas. Odilxon sen aqlli bo'lasan, o'zing to'g'rilab ketgan bu situatsiyani. Yana senga vidniy. Men aytmoqchi bo'lganim, mana xalq bizani o'zbek xalqimiz qozolar bilan dushman, qozolar biz bilan dushman bo'lmash kerak-da. Chunki hammani o'ziga yarasha millatning ichida bo'ladi bunaqa situatsiya. Endi u o'ziga o'zi dushman qilib qo'ydi-da bu situatsiyada. Mehmonchilik, mehmondorchilikni juda zo'r yo'lini ko'rsatib qo'ydi-da. Odamlar aqlli. Mana misol uchun shunchalik boraman Qozog'istonga, boshqada misol qo'llab-quvvatlaydi. To'xtar bilan bo'ylarimda to'g'ri Odilxon sen boshqa davlatdansan, lekin To'xtar bu yerda hozir kibrlik qilyapti. Odilxon sen yut deb turib misol o'zbekmi, qozoqmi hammaligi bilishadi. Hammaligi bilishadi. To'g'risida kim haq, kim nohaq. To'g'risi. Endi men o'ylaymanki o'sha yerda bitta yo'li u bolani o'zi agar to'g'rilab, bunaqa yo'l bilan to'g'rilash hozir bular sen bilan vayivat qilyapti, sen ham to'xtamaysan. Men oxirini ko'rmayman bu narsani. Chunki talib bo'lmasan to'g'risan. Birinchidan sen o'tda mehmonsan, senga haqqi yo'q. Men nima desam, treshtok bo'ladimi? Senga qo'l ko'tarishga haqqi yo'q edi. Tim bo'li bunaqa nastroyda video olib o'zlari chiqarib yuboryapti. Ishonsam, shuning uchun men o'ylaymanki bu oldindan o'tilmagan narsa bu договорённый treshtok emas, tim bo'li bunaqa ish qilishini noto'g'ri deb bilaman. Chunki mehmon bizda baribir ne только O'zbekistonda, Dubayga ham kelsam men ko'p qozoq bolalar bilan ko'rishaman, o'rtoqlarim ko'p. Hammasi yaxshi bolalar. Endi ular sal boshqacharoq tarbiyali shunaqa. Endi bilmadim, tushunmayman men bu bolani unaqa qilganiga. Vrodi katta bola, o'sha 3-bo'yga sallaga treshtok ham kerak emas, takidagi hamma kutyapti-yu bo'yi. Ana bir-birini so'kib, janjal qiladigan joy emas edi. Tam treshtok krasivoy qilib treshtok qilsa, ertaga bo'y bo'lib ketardi. Endi bilmadim endi. Qara ukam. O'shada vaqt ko'rsatadi hammasini. Shunaqa chiroyli, shunaqa bir shoshib qolma. Shoshib qolma, aql bilan ish qil ukam. O'sha qoldingiz. Aka, eshityapsizmi? Eshitolmay, endi eshitilyaptim. Alo. Eshitildi. Qarang, endi misol uchun Oktagon qarachi bo'y qilamiz, yarashamiz. Monday, Tuesday, Wednesday degan hangama bo'ladigan bo'lsa, по-любому yo Dilshod akaga chiqiladi, Nursulton akaga chiqiladi. Mana shu ikkalasi mana shu vaziyatda situatsiyada men bilan aloqada bo'lgan. Bu yoqda MMA federatsiya bor, hoji akalar bor. Shular nima desa shu, men bitta kichkina odamman bu yerdagi. Shular hal qiladi deyiladi aka. Serioznoda. Shunaqa endi baribir katta общий kattalar bilan o'tirib, chunki bu narsa ommaga chiqib ketgani uchun endi omma bilan hal qilinadi. Tochka qo'yish kerak. Men shunaqa qilgan xursand bo'layotganim xalq aldama Odil deydi. Mana xalqda aldama Odil deyotgan odam Alloh bilan To'xtar bilan videoda ishkali bo'lmadi deb men bilan gaplashganda hammasini aytib berib, O'zbekistonda bunga ozgina o'zlaring yetib olmayapsanlarmi desa, hammasi piarda degan odamni qarang, bu isqirtdi. Sallaga bu odatiy holat o'qo'ygan bir-birini isqir deysanlar, bir 1 oy 2 oydan keyin samolyotda quchoqlash o'rtoq bo'lasanlar. Unaqa bo'lmaydi-da.
Kamil unaqa bo'lma, Kamil yaxshi bo'lasan, bilaman taniman. Bitta narsa aytaymi? Shunda intervyudan chiqdik, oxirgi intervyudan anaqa aytayapti. Bahodir aka aytayapti. Odil deydi, to'g'ri aytgansiz deydi. Men kursga qo'yib qo'ydim-da Kamil haqida bu odamga. Aka dedim, shunaqa bola Kamil yoningizga keladi, jigarim, radnoyim, akajonim, dadajonim deydi. Shunaqa ishonib qolasiz. Qarab turing siz dedim. Uka, men degan odam shunaqa bo'lib yuribdi keyin bir haftadan keyin tushunyapsizmi? Bu baribir meni avrab qo'yadi, chunki men bilasiz ishonuvchan bo'laman, hammani o'zimdek ko'raman. Misol shuncha yomon vaziyatga tushgan bo'lsa, men birinchi qo'l ko'tarmayman. To'g'risi, o'shaning uchun xalq hurmat qilyapti. Qani qaysi sportsmenni yo qaysi odamni shunchalik qo'llab-quvvatlayapti xalq. Men anaqa oktagonda shunday kommentlariga kirsangiz, Odilxon deb yozib tashlagan hamma, oktagon boykot deb yozib tashlagan. Shuni ko'ryapman, ko'zimga yosh kelyapti. Sportingga ham deb ketadigan vaziyatimda mana shular motivatsiya bo'lyapti-da, hali natijalarni qilasan Odil deganday mazmunda. Boringlarga shukr, to'la. Bo'ldi, tushunarli ukam. Qarochi, aqlli bo'lasan, o'sha gap. Kattalar bilan o'tirib, ular bilan gaplashib hal qil. Men uydagilarim keldi. Yaxshi yuringlar. Sog' salomat bo'linglar. Alloh panohiga. Ehtiyot bo'lgin ukam. Hop, davay tinch yurgin. Ehtiyot bo'l. Обязательно, обязательно. Давай, обязательно. Voy, aka, charchadim. O'rtoqlar, nima gap, nima so'z? Nima gap, nima so'z? Xullas, men oktagon qanaqa post chiqarsa, doim kuzatib turaman. Doim qarab turibman. Sizlarda aktiv ekanligingizni ko'ryapman. Yana ham oxirgi postlariga kirib, agar kim blogga tiqmagan bo'lsa, Odilxon deb yozib tashlaylar. Ko'rishsin, bilishsin, qanchalik hurmat qilishar ekan. O'zbekistonda bizni qanchalik yaxshi ko'rishar ekan. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Boringlarga shukr. Alloh panohida bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik inshaalloh.